Mana shu qo'limdagi depilator kremda ko'pchilik noto'g'ri ishlatishyapti ekan. Men sizlarga to'g'ri ishlatish qonun qoidasini o'rgatib qo'yaman. Hozir mana shuni o'zim uchun ochaman. Ochib, ichida nimalar chiqishini ko'rsataman. Ichida shunaqa krem chiqadi, shpatilchasi o'zida bor. Qo'limda ko'rsatib beraymi desam, qo'limdagi tuklarim unaqa ko'rinadigan darajada emas ekan. Abzor qilishdan qo'rqmaydigan Nasiba sizlarga hozir oyog'ida surtib ko'rsatib beradi. Mana yangi ochdim. Ko'pchilikning xatosi mana shu kremni teriga singdirib yuborar ekan. Singdirmaysizlar, prostaga mana shunaqa qilib surtib qo'yasizlar. Tuklarni tolasiga qarab, agarda sizlarda qalin bo'lsa, 10-15 minutgacha kutasizlar. Agarda yuqaroq bo'lsa, 7-8 minut yetadi. Men 10 minut turg'izdim, keyin xuddi shunaqa pastdan tepaga qarab tortib kelasizlar. Ozgina kuch bilan tortasizlar, sizlarda shunaqa toza teri hosil bo'ladi. Koreyada ishlab chiqarilgan depilator krem o'zim 3 yildan beri ishlatib kelaman. Boshqa depilator kremlarga umuman o'xshamaydi. Soch tolalarini qalinlashtirib yubormaydi, naborat siyraklashtirib berishga yordam beradi. Bu depilator kremni yuzga ishlatish mumkin emas. Yuzdan boshqa hamma zonalarga bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Aytgancha qoraygan zonalarni ham oqartirib berishga yordam beradi. Mana tuklardan atigi 10 minut ichida hech qanaqa og'riqlarsiz xalos bo'lasizlar. 12 ta viloyatga dastlabki xizmatimizda bor. Zakaz qilmoqchi bo'lsangiz bizga Telegramdan yozing. Bu videoni qozoncha vosita oyog'ini kuydirib qo'ygan o'rtog'ingizga jo'natib qo'yishni unutmang.